Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar charchamayapsizlarmi, tuzuymizlar va akalar. Yangi xonadonga shuni kirganlarda borib baribir boshqacha bo'ladi. Hamma havas qiladi, hamma havas qiladi. Ayniqsa bu xonadonlar yosh oilalarga mo'ljallangan. Darqadar ko'rsatib o'taman akalar. Mana eshikdan kirganinglarda o'ng qo'lda mana shunaqangi chiroyli mehmonxonasi. Televizorlari bilan, chiroyli qilib mebellarni qilib qo'yibdi. Bu yoq tomonda sanuzel o'rtoqlar, kirishlari ham, eshiklari ham va lekin boru qaranglar. Hatto bezaklarni ham golden qo'yib qo'yibdi, unitazlarni ham mana chiroyligini qo'yib, akalarimiz lekin zo'r mehnat qilib qo'yishgan ekan usta akalarga. Bitta like bosib qo'yasizlar. Bu yoq tomonda oshxonasi o'rtoqlar, mana kichkinagina ixcham. Bu yoq tomonda detskisi. O'zinglar uchun misol uchun mehmonxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi yana bitta. Asosiysi spalnisiga keladigan bo'lsa o'rtoqlar. Va lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bu yangi xonadon boshqacha nima beradi-da. Bo'ylarga qaranglar akalar. O't chinoqlarni qilib qo'yishdi lekin bormi? Videoga bitta like bosib qo'yadigan. O'rtoqlar, biz hozir Beko House ga kelganmiz. Bitta xonadon tayyor bo'libdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli holatda. Lekin qisqacha obzor, xudo xolasa, bu 24 tamiga xonadon bor. Xudo xolasa to'liq obzorini qilamiz. Ipideginasigacha. Konteynerlarini, suv zaxira bochkalarini, kanalizatsiya, santexnikasini hamma yo'g'ini gapirib o'tamiz. Xudo xolasa videoga like bosib turishni unutmang.